Amina Shanlik o'g'li. Vijdon azobi. Maktub roman va hikoyalar. 7-kaseta. Birinchi yo'l. Bir muddat sukut saqlab qolgan ona islom tarixini o'yladi. Mayli, dedi. Ne qilay? Nachoraki Nuh alayhissalom ham bolalarning hammasini qutqara olmadilar. Qorinlarini to'yg'izgan, bir paytlar ularga taom bergani, talabalari, shogirdlari, o'quvchilari yana birga barobar takbir keltirdilar. Zaynab xonim sevinch bilan, g'urur bilan olomon o'rtasidan yurib borardi. Birdan ko'zi shifoxonaning o'zi yotgan qavatiga tushdi. O'zini ayblagan hamxonasi derazadan qarab turardi. Zaynab xola ko'rayapsizmi deganday xursand bo'lib unga qo'l silkitdi. Mo'minlar takbirlar bilan Zaynab xonimni, onalarini olib kasalxonadan uzoqlashardi. Aybdor. U xavotir va jonsarak holda mahkamada javob berish uchun tayyorlanardi. Mahkamada bunday demoqchi edi: Men bir ishchiman. Dil xasta. Necha yilki filmimni suratga oldira olmadim. Bola chaqam parishon. Xotinim bemor. Bu aybni men qilmadim. Meni qo'yib yuboring, janob sudya. 5 kunlik dunyoda bemalol nafas olib o'layin. Bo'lmadosh do'sti Somiy mazaxchi nusxalardan bo'lgani uchun tirg'almay o'tolmadi. Qani ko'ramiz, birodar. Birozdan so'ng nazoratchilar jandarmalar bilan birga kelib seni olib ketadilar. Ne holing bor ko'ramiz. Yaxshiyam yuraging xasta. Meniki ham teshilsa-yu, qutulsam bu jahannamdan. Og'ir qo'zg'alib, to'shagi ostidan ko'ylagini oldi. U uchun to'shagining tagi dazmol vazifasini bajaradi. Chunki u boy emasdi. Boy mahkumlar pul berib tashqarida kiyimlarini dazmollatardilar. U g'ijimlangan ko'ylagini kiydi. Go'yo ko'ylak unga gapirganday bo'lardi. Mening hech qanday hurmatim yo'qmi? Nega e'tibor bermaysan? Dedi Xorun. Mahkamada kimga hurmat ko'rsatardim? G'ijim ko'ylagimdan men emas, ular uyalsin. Shimini dazmollash uchun qo'ydi. Kutish unga mashaqqat. Uflay boshladi. Xona derazasidan tashqariga qaragisi keldi. Ammo qarshisida odatdagidek sovuq boquvchi devor turardi. Devor bo'lmasa, ko'chani ko'rardi. Balki bir oddiy fuqaro, balki non keldi deb baqirgan nonfurushni ko'rgan bo'lardi. Va u bilan bir dunyoda yashayotganini his etmoqchi edi. Ammo bo'lmadi. Baland devor bu orzuni to'sardi. Mahkumlarga shuni ham ko'p ko'rishardi. Nega? Dedi. Xorun o'z-o'ziga, nega faqatgina biz bu yerda tutqunmiz? Holbuki ko'cha to'la gunohkor. U yoki bu darajada aybdor. Ammo nechun faqat bizgina bu yerdamiz? Isyoni borgan sayin ortib borardi. Nogahonda eshik zanjirlarining shaqir-shuquri eshitildi. Go'yo mahkumligini esiga solib turishi uchun
bunday yoqimsiz ovoz chiqaruvchi zanjirlarni tayyorlab o'rnatib qo'yishgandek edi. Birdan esiga tushdi. Qishlog'ida zanjir bo'lardi. Zanjir kishanlar, arqon zanjirlar. Ammo mana bu zanjirlardek asabni egovlamasdi. Bular maxsus asabni buzish uchun, azob uchun tayyorlangan edi. Xorun nafratlanar, ha, shu zanjirlarni yomon ko'rardi u. Birdan nazoratchi Halilning ovozi eshitildi. Xorun Qandilli o'g'li, eshikka, mahkamaga borasan. Sovuq qarashlar bilan eshikka yaqinlashdi. Yoqimsiz sovuq zanjirlarga tikildi. Go'yo ilonday sovuq bo'lgan qulf kalit zanjiri bu. Senga azob bo'lsin, deyotgandek. Go'yo unga o'zi tamsil etgan yerni himoya qilayotgandek boqardi. Xorun 35 ga kirganiga qaramasdan janjalkash boladay zanjirlarni urgisi, parchalagisi kelardi. O'z-o'ziga gapirmasdan o'tolmadi. Allohning balosi. Kecha kunduz sening dastingdan uyqum o'chadi. Tonglarda qiyomat turganday ovoz berasan. Jandarma ovozdan hushyor tortdi. Qani ota, qo'lingni cho'z. Oling. Qo'llarimni ko'zingizga suqing, deganday uzatdi jandarmaga. Jandarma qo'llariga kishan taqayotib ashula aytardi. Vatan burchi bitar bitmas u yerda edim. Xorun askarning yuziga boqdi. Ming'irlaganday so'zladi. Sen vatan qarzi bitar bitmas u yerdasan. Va men qachon u yerda edim? Qanday qarzni o'tayman? Nega bu yerdaman? Men qay qo'shiqni aytaman, askar? Mening qo'shig'im yozilgani yo'q-ku. Yozilmadi-ku. Mahkumlar dunyosidan boshqa dunyoda yashagan askar bu odam savdoyimi nima? deb qo'ydi. Adliya koridorida edilar. Kichik hujrali mashinada soatlab yurdilar. Birdan ota degan ovoz eshitdi Xorun va qizi bilan xotinni ko'rdi. Xotini Bushraning rangi siniqqan, yuzidan qoni qochgandi. Xorunning yoniga yaqinlashdi. Sizga jun paypoq to'qidim. Agar bu muhokamada ruxsat bermasa, keyingisigacha kiyasiz. Keyingisi so'nggisi bo'lar. Xorun xafa va horg'in holda bazo'r so'zlashardi. Xafa bo'lma. Shunisi oxirgi mahkama. Bitadi. Uyga birga qaytamiz. Yurak xastaligim to'g'risida ma'lumot oldim. Sudyaga bermoqchiman. Sen paypoqlarni sumkangga solib qo'y. Meni o'ylaganing uchun rahmat. Sog' bo'l, Bushram. Alloh sendan rozi bo'lsin. Naqadar nozik ko'ngilsan. Men esa qo'polman. Af et. Ne qilay? Tarbiya. Kel qizim. Fotimam. Bolam. Kel seni o'pay. Cho'kkalagan Xorun qiziga quchoq ochgan ham ediki, askar ovozi eshitildi. Xo'p, to'xtang. Yetar shunchasi. Kapitan kirsa, mening onamni haqorat qilib so'kadi. Bizning so'zimiz shu yergacha o'tadi. Fatima yoshli ko'zlari bilan otasiga qaradi. Keyin askarga yig'lamsiragan tovushda,
Askar aka, bu mening otam. Bolalar otalarini quchmaydilarmi? Men otamni juda sog'indim. Men doim uni eslab yig'layman. Siz nega xafa bo'lasiz? Sizning otangiz yo'qmi? Askarlar bu so'z qarshisida qotib qoldilar. Ikkinchi askar kirib, qo'y bolani, otasiga borsin. Bu mas'uliyatni o'z zimmamga olaman. Agar xizmat bahosiga teng bo'lsa ham, qo'y bolani, otasiga borsin, dedi. Fotima o'qday borib otasini quchoqladi. Xorun barcha qiynoqlariga shifo bo'ladiganday qizini bag'riga bosdi. Lekin bir qo'l Xorunning yelkasidan tutdi va silkitdi. Bu kichik zobitning qo'li edi. Qani bo'ldi. Bugunga yetadi. Bu kunlarni jinoyat qilmasdan avval o'ylashingiz kerak edi. U zo'rg'a turdi. O'zingizni tuting. Oyoqda turing. Musulmonga bunchalik bo'shashmoq yarashmaydi, Xorun, dedi Bushra. Bushra jandarmalarga ahamiyat bermasdi. Xorun biroz xavotirlanib javob berdi. Bu ahvolim yuragimdan. Bushra, buning ustiga arzimagan narsadan aybdor bo'lib turishim menga azob beradi. Demak, men zaifman yoki juda tez zaiflashdim. Bushra, yuragim sog' bo'lsa edi, eshik zanjirdan tortib shu askar libosigacha go'yo hammasi menga azob bo'lsin demoq uchun tayyorlanganday. Hammasi tugamoqda. Shu so'nggi sudim. Inshaalloh birga ketamiz. Mahkama huzuriga chiqdilar. Xorun titrar. Sudya og'zidan chiqadigan so'zni kutardi. Sudya oldidagi ma'lumotnomalarni titkilar, mahkumning yuziga boqmasdi. Prokuror bir nimalar bilan mashg'ul. Mahkama bo'lmasida 3-4 kishi. Xorunning ichi achishib eziladi. Demak, sevganlarim shugina. Meni o'ylaydiganlar ham, deya ko'nglidan o'tkazdi. Sudya hujjatlarni ochib sud qila boshladi. Prokuror da'vonomani o'qidi. Prokurorning har so'zi Xorunga bombaday o'ldiruvchi bo'lib tuyuldi. Hatto u nomini eshitmagan jinoyatlar uning bo'yniga qo'yilardi. Sudya qovog'ini uyib baqirardi. Qani? Biz o'sha ma'lumotlardan to'yganmiz. Yolg'on gapirmoqda, deb o'ylab Xorunni tinglamasdi ham. Xorun o'ylay boshladi. Sudya adolat bilan hukm etuvchi degani-ku. Ammo bu qanday adolat? Qo'limdagi hujjatga ham qaramaydi. Birdan yuragi siqib ushlab qoldi. Xorunning yuz tomirlari bo'rtib ko'rina boshladi. Sudya esa turlanma derdi. Xorun birdan yerga quladi. Bushra jon dili bilan achinib unga tikilardi. Sudya hanuz baqirardi. Tur, bu yerda o'zdan ketib qolganlarni ko'p ko'rganmiz. Jandarma Xorunning yurak urishini tekshirdi. Xorunbey, ko'zingizni oching. Jandarma bir necha daqiqadan so'ng sudyaga o'girildi. Jahl bilan, sudya janoblari, Xorun o'zini o'lganga solib o'ldi. Ha, o'ldi. Haqiqatan Xorun sudya huzurida o'lgandi. Bir necha soatdan so'ng janoza mashinasi bilan birga Bushra uyga ketardi. Tirimsiz yig'layotgan Bushra
erining jasadiga qarab so'zlardi. Bu mahkamam so'nggisi. Uyga birga ketamiz degan edingiz, Xorunam. Haqiqatda aytganingiz bo'ldi. Hayotimni barbod qilgan xato. O'zing asra, Allohim. Hayajondan yuragim to'xtab qolgudek. Shu o'rtada nafas rostlab keyin borayin. Bu holda uni ko'rsam bo'larim bo'ladi deb o'yladim. Shunday hayajonda edim. O'sha kunlar qanday edi? Qishlog'imizning fe'l-atvori eng go'zal qiziga oshiq bo'lgandim. Allohning amri bilan deya uni otasidan so'ratdim. Otasi u esi yo'q Allohni bilarmidiki, Alloh amri bilan unga qiz so'rayapsiz. Ichkilikni nima qildi? debdi. Birinchi borishimizdayoq bermasligini aytibdi. Men Alifni ololmasligimga ichkilik sabab ekanini bilganim kechasiyoq ichkilikni tashladim. 2, 3, 5 marta so'rashimizga qaramasdan Alifning imom otasi Allohga xiyonat qilgan qizimga ham xiyonat qiladi. Bunday aroqxo'rga qizimni bera olmayman debdi. Chidolmasdan Alifga yana maktub yozdim. Sen Allohdan qo'rqmaysanmi, Alif? Men sen uchun o'lib tamom bo'layapman. Hanuz ishonmaysanmi? dedim. U esa maktubni o'qib ortga qaytaribdi. Xat olib borgan elchiga xafa bo'lmasin. Qancha telbalarcha sevishganlar bir-birlariga yetishmasa-da yashab ketganlar. U ham yashaydi. Turmush qurishimiz mumkin emas. Endi bu ishdan umidini uzsin debdi. Bu xabar meni toqatimdan ayirdi. Xayolimga ilk kelgan narsa o'zimni o'ldirish bo'ldi. Ammo darrov hushimni yig'dim. Men Alifimga yetishishim kerak edi. Reja tuzdim. Alifni olib qochmoqchi edim. Darhol xabar berdim. Aslida o'sha telbani men ham sevaman. Ammo turmush qura olmaymiz. Otam xohlamaydi. Qochish taklifini esa o'lsam ham qabul qilmayman debdi. U ham meni sevardi. Buni yaxshi bilardim. Qochish fikrini tutib oldim. Bilardimki, imomning qizi ham sevadi. Unda ham ko'ngil bor. Men uchun yer yuzida faqat Alif bor edi. Kecha kunduzim u edi. Bir kuni rejamni amalga oshirdim. Alifni do'stimning mashinasida 3 kishi bilan olib qochdik. Otasi da'vochi bo'lmasa edi deb xavotirlandim. Tushungan odam ekan. Shikoyat etishning biror ma'nosi yo'q. Qizim xohlasa berganim bo'lsin debdi. Xursandchiligim cheksiz edi. Darhol islomiy hamda qonuniy nikohdan o'tdik. Hoji o'g'li qishlog'iga tezda qaytdik. Endi Alifimga yetdim. Och va suvsiz qolishga ham rozi edim. U ham shod, mas'ud edi. U ham meni sevganini, lekin sezdirmaganini e'tirof etdi. Sizga ishona olmasdim. Sizda taqlid ko'rardim, dedi. Juda baxtiyor edik. Ammo faqirlik belimizni bukardi. 3 farzandlik bo'ldik. Maktabga boradigan bo'lsalar pul topilmas,
tiyin ham yo'q edi. Alif juda fidoyi ayol edi. Jonim edi mening. U och qolardi-yu, biroq g'ururimga tegib ketmasligi uchun indamasdi. Juda go'zal xuluqli edi. Farishtaday edi Alif. Ba'zan bir kunlik ishga borar, men esa juda uyalardim. Unga achinardim. Biroz xastalansam, Alif ne qilarini bilmay boshimda kuymanardi. Senga beradigan dardni Alloh menga bersin, derdi. Namoz o'qiy olmaganim uchun juda xafa bo'lardi. Har narsadan meni qo'riqlar edi. Qayg'urishimni hech istamasdi. Ammo men barcha masala shunda ediki, men qanchalik fidoyi va qanaqa inson edim. Bir kuni radioni qo'ydim. Qo'ymasam bo'lardi. Nega ham qo'ydim ekan? Radio Olmoniyaga ishchilar jo'natilmoqda. Borishni istovchilar ish va ishchi tashkiloti bo'limiga uchrashsinlar degan e'lonni o'qirdi. Faqirlik jonimga tekkandi. Sevinganimdan bir joyda tura olmasdim. Tezda kiyindim. Shaharga borish uchun tayyorlandim. Eshikda Alifga duch keldim. "Yo'l bo'lsin", dedi. "Olmoniyaga. Alifim, Olmoniyaga. Seni el eshigidan qutqarmoqchiman. Uyimning malikasi bo'lasan", dedim. Yuziga qaradim. O'zgardi. "Bu ish yoqmaydi", dedi. "Nega yoqtirmaysan? Kelgan imkoniyatdan yuz o'giramizmi? Jinnimisan?" deb baqirdim unga. Ko'zlari yoshlandi. Otam islomda er-xotin hijroni eng ko'p 4 oy dedi. Shuning uchun Rasululloh askarlarga 4 oyda bir marta uyiga ruxsat berganlar. Siz bilan ajralishimiz yaxshi bo'lmaydi. Men xohlamayman, dedi. Boshimga gurzi bilan urganday bo'ldi. Qotib qoldim. "Sen kimsan, a? Kimsan sen? Men ketaman. Ishimga aralasha olmaysan", dedim. Chiqib ketdim. Olmoniyaga ishga yozildim. 3 oydan so'ng taklif qog'ozi keldi. Men sevinchimdan, xotinim xafaligidan tushmasdik. Bir do'stimdan qarz olib, Olmoniya tayyorgarligini ko'ra boshladim. Katta yo'l sumkamga narsalarimni joylayotganimda Alifning yig'layotganini ko'rdim. Ham yig'lar, ham so'zlarda. Olmoniyaga borib, meni unutasiz deb juda qo'rqayapman. Uchib yoniga bordim. "Alifim, telba bo'ldingmi? Bu gapni menga qanday aytyapsan? Men seni unutib, olmon tannozlariga almashamanmi? Shunchalik pastkash bo'ldimmi? Shunday zolimlikda ayblasang, seni kechirmayman. Meni bilmaysanmi? Sen uchun, senga uylanish uchun o'limimga rozi bo'lmadimmi? Mendan qanday shubhalanasan?" dedim. Ayol erkakni, erkak ayolni tortarmish. Olmon go'zallari 2 karra jalb etarmish. Jufti yonida bo'lmagan ayol ham, erkak ham zinoga yaqin turadi derdilar otam. Juda xavotirlanyapman. Qo'rqayapman, dedi. Avtobusga minganimda ham yonimdan ajramadi. 6 oy kut, jonim, 6 oy. Undan keyin seni tezda Olmoniyaga olib ketaman. Sensiz Olmoniyani ne qilardim,
dedim. So'nggi so'zimiz shu bo'ldi. Xayrlashdik. Olmoniyaga kelgan ilk kunlar Alifimning qadri o'tdi. Nimagayam keldim deb ko'p pushaymon bo'ldim. Dastlabki paytlar har kuni maktub bitdim. Alifim, oz qoldi. Seni olib kelaman dedim. Keyinroq har kuni yoza olmadim. 3 oy o'tgach olmon qiz Vera menga yo'liqdi. Ro'yxushlik bermadim. Mening sevimli xotinim bor, daf bo'l dedim. Ammo u quloq solmasdan chala-chulpa turkchalab, seni juda sevaman derdi. Aslo dedim. Aslo. Alifimga xiyonat qila olmayman. Ammo nasroniy qiz jozibador va ma'sum chehrali edi. Mayil eta boshladim va Veraga oshiq bo'lib qoldim. Alifimni unutdim. Endi bor yo'g'im Vera edi. U bilan yashay boshladik. Endi oylar o'tar, Alifga maktub yo'llamay qo'ygandim. Bir kun xat keldi. Ochib o'qidim. Alifdan edi. Jonim, borlig'im, qaylarda qoldingiz? Olmoniyani vatan etdingizmi? Maskan tutdingizmi? Qaydasiz? Xastamisiz? Xabaringiz yo'qligidan qayg'udaman. Uyqum kelmaydi. Oqibatda Zotiljamga yo'liqdim. Bolalar otamiz bizni unutdi deyishmoqda. Fatima otamning yuzi qanday edi? Xotirlay olmayapman dedi. Hayotingizni bilaylik. 2 qatorgina yozib yuboring. Do'stingiz ham xato qilmasin, ko'p gapirmasin, qarzini to'lasin deb kelib ketib turibdi. Ne bo'ldi sizga? Xotiringizni gap eshittiradigan, so'ziga egalik qila olmaydigan bo'lib qoldingizmi? Siz sharaf sohibi, or nomusli inson edingiz. Jonim, jahonim, borlig'im, 2 yillik maktub yo'llang. Holingizni bilay. Telba qilmang. Ziyoda kuttirib ilhaq etmang. Maktubni o'qiyotganimda Vera kelib qoldi. Nima bo'ldi sevgilim? dedi. Yuziga qarab, hech gap yo'q. Bir ahmoq do'stimdan xat kelibdi, deb qo'ya qoldim. U ham bemalol men ahmoq xotiningdan kelganmikin deb o'ylab behuda rashk qildim, dedi. Oh, Alifimni boshqasi ahmoq desa-yu, men uning jag'ini ushatmasam, unga sen qanday qilib mening xotirimni ahmoq deyapsan deya olmasam. Vera meni hurmat qilardi, ulug'lardi. Uni xafa qila olmasdim. Oylar, yillar shunday o'tdi. Veradan bir bola ko'rdim. Alif nima qilyapti? So'ramasdim. 7-kaseta 1-yo'l tugadi.